Barchalarga salom bolalar, sizlar bilan Freezy Pabogam bolalar. Bugungi rolikimiz yana Buldropdan necha yuzga chiqarishimizni ko'ramiz. Hozir 5000 bul coin solganmiz bolalar. Men 200 mingga bu 5000 bul coinni ko'tarib oldim. Men 8100 yo'moqchiman. Kamida 9000 bul coin kerak. Bolalar o'tgan videoga 60 yuzga qo'yildi. O'shani endi biz aniqlab olamiz. Xo'sh bolalar, mana random kommentga o'tib oldik bolalar. O'tgan videoni silkasini qo'yamiz. Tak, endi bosamiz buni. Ketdi bolalar. Qarang kim yutar ekan. Faqat IDlarni qoldirib qo'yishinglar kerak. Tak. Oppa, mana Asliddin yutini 1 degan odam yutdi. Buni copyright qilib endi Midas bo'yiga o'tamiz va 60 yuzga tashlab. Xo'sh bolalar, mana IDlarni copyright qilib olib endi teramiz. Mana u Asliddin yut. Mana redeemni terib oldik bolalar. Mana 60 yuzga ketyapti mana. Ko'rishinglar mumkin. Ko'zinglarning yonida tashlab beraman bolalar. Bu videoga ham 60 yuzga qo'yilgan. Qanaqa qilib yutaman sizlar? Videoga like bosasizlar bolalar, kanalga obuna bo'lasizlar, kommentga IDlarni qoldirib qo'yasizlar va xohlagancha gap yozasizlar. Faqat chiroyli bo'lish kerak bolalar. Oldindan bitta narsani eslatib qo'ying bolalar. U bot random faqatgina obuna bo'lib, like bosganlarni aniqlaydi. No, ketdi bolalar. Bolalar shunday tez tushuntirib olay bolalar. Bu Telegram kanalim tekinga promokod yutib olishinglar mumkin. Ko'p promokod tashab turaman. Ko'rishinglar mumkin. Qimmat promokod tashlayman. Ko'pinchalar olgan, obunachilarim olgan. Bu qiziqarlilar bo'ladi bolalar. 50 ta odamga ishlaydigan dengiz maxluq tashlaganman. Ko'p odamlarga ishlaydi. Xullas bolalar, mana 50 ta tushirgan tekinga 60 bolalar. Bu videoga ham 60 yuzga qo'yilgan. Qanaqa qilib yutaman sizlar? Videoga like bosib, obuna bo'lib va kommentga IDlarni qoldirib qo'yinglar. Oldindan aytib qo'ying, u bot faqat obuna bo'lib, like bosganlarni aniqlaydi. Bolalar, bu videoga sizlarga mana bunaqa case beraman. Tekinga promokod har xil joyda chiqib qolishi mumkin. 49 talik bolalar, bu vashshi qimmat case desa ham bo'ladi. Eng qimmat qaranglar bolalar, mana shu 49 talik кейsni tekinga ocha olasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar bolalar. Qaysi joyda chiqib qoladi. Shuning uchun yaxshilab qarab turinglar bolalar. 40 ta odamga ishlaydi u. Bitta dona odamga emas, 40 ta dona odamga ishlaydi. Shu qimmat keys 40 ta dona odamga ishlaydi. Tasavvur qilasizlar bolalar. Endi sizlarga oldindan tushuntirib o'tib ketay. Qanaqa qilib balans to'ldiraman sizlar, menyuni bosasizlar bolalar. Bu yerda sal pastroq tushsanglar hisobni to'ldirish bor bu yerda. Va bu yerda xo'sh, bu yerda bolalar Visa bank kartalari kliklar bor, Paynet bor, Steam bor, kriptovalyutalardan ham to'lashinglar mumkin bolalar, bemalol kriptovalyutalardan. Bolalar, bu yerga misol uchun sizlar 100 ming tashlamoqchi bo'lsanglar, Buldropga 616 ta bul coin beradi, lekin sizlar freeze 20 deb yozsanglar 20% omad qo'shib beradi, ham 20% balansingizga qo'shib beradi bolalar. Omadinglarni ham oshiradi. Keyin sizlarga yana promokod beraman, bitta promokod. Freeze tepalik bo'ldi bolalar. Shunaqa promokodlarim bor, bemalol terib olishinglar mumkin. Bu yerda bittadan O'zbekiston davlatniki emas, Avstraliya, Andorra hammasiniki bor bolalar. Bu yerda o'yinlar bor bolalar. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Sapyor, minora, crash, g'ildirak mashlardan ham o'ynab bul coinlarni ko'tarishinglar mumkin. Misol uchun mana bolalar, o'sha men foydadaman. Bu yerda chat bor, liboy bilan, liboy odam bilan gaplashsanglar bo'ladi, kimlar bilan. Xo'sh, mayli bolalar, qanaqa qilib 100 ga chiqazaman sizlar? Menyuni bosasizlar, sal pastroq tushsanglar bolalar, bu yerda chiqarib olish 100 bor. 98 tasi 60 100 bolalar. 100 ga chiqarib olish bosganinglardan keyin shaxsiy kabinetga o'tasizlar bolalar. 100 ga chiqarib olish bor bu yerda. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni copyright qilib Midas bo'yiga o'tasizlar bolalar. Keyin bu yerda PUBG bossanglar. Bu yerda bittadan PUBG emas, Stand of Robloxdan ham bor, Genshin Impactdan bor. Shulardan ham olishinglar mumkin. Kezikidan skin olasizlar, Roblox ola olasizlar bemalol Robloxda. Xo'sh bolalar, unda biz Open Case'ga qaytamiz. To'xtanglar bolalar, ko'pinchalar so'rayapti, qanaqa qilib bu pas nima qilish kerak ko'tarilish uchun deyishyapti. Bu yerda bu pas ham bor. Bilmaydiganlar uchun shunday aytib ketay bolalar. Bu yerda qimmat narsalar beradi bolalar. Tekinga qimmatbaho mana bu yerda zadaniyalar bor, bemalol bajarib olishinglar mumkin. Qancha katta qilsanglar shuncha nagradalar oshadi-da narxi.
Xo'sh, bu yerda qimmatga olsanglar bo'ladi. Yaxshi ochsanglar, mana shu bu pasinglar ham ko'payadi. Xo'sh, bolalar bizga 8100 kerak yoki 10100 kerak. Bolalar bitta narsani eslatib ketay, bolalar. Bu yerda Telegram va kontaktlar bor. Telegramni ulab bemalol tekin keys ochishingiz mumkin. Telegramni ulab kanalga obuna bo'lasizlar, buldirib shaxsiy anaqasiga, kanaliga va sizlar tekinga keys ocha olasizlar. Tak bolalar, 49 talik kanallarni oxirigacha ko'rsanglar, yaxshilab ko'rib tursanglar chiqadi. 40 ta odamga ishlaydi. Voy. Что-то minus 615. Nima? Bolalar to'xtab turinglar. Что-то yomon minus berdi. Mana, voy. Как это bolalar? Qanaqasiga? Xo'sh, ketdi bolalar. Shunda ovozni o'chirib olaylik. Bizga qanaqadir bug bo'lib qoldi bolalar. Mana hozir men shuni tak bolalar, endi bug bo'lmaydi, chunki men skachat qoldim. Tak ketdi. Nima uchun ekan? Birinchisiga voy yomon yedirdi. Adashmasam, u yaxshi. Qanaqa yaxshi? Bizga chilam beryapti bolalar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, nimaligini tushuntirib o'taman. Yaxshi. Chiqamiz bundan, bizga tishlab beryapti zatto. Bu tishlardan qimmat narsa olishingiz mumkin. Tak bolalar, bizni suv parisdan bo'lmaydi, bolalar yediradi. Mashinadan ochmoqchiman men. 5 talik gaz bolalar nima tushdi. Tak, bu yerga voy kaska yedirdi 925 nima? Bitta propusк bilan ochib ko'rasiz, nima uchun ekan bolalar? 3000 ta. Yaxshi. Endi propusksiz bolalar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Anaqa keys ochib ketay bolalar. 1000 ta minus. Xo'sh bolalar, men metroda keys ochmoqchiman. Teparoqga chiqamiz bolalar. O'shandan ham yaxshi beradi. Tak, загрузка qo'yaylik. 5 tali ochib ko'rasiz, nima uchun ekan bolalar? 5 tali. Tak ketdi. Nima tushdi? Uncha yedirmadi bolalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar bolalar, qiziqarli bo'ladi, chunki sizlarga promo koddan beraman. Bitta 2000 mana. Yaxshi. O'ntaliga yetmas ekan. 54 ketmayapti bolalar. Mashinadan yana bitta plus bersa ochardik. Agar 1200. Tak bolalar, yana 5 tali ochib ko'ramiz, nima uchar ekan. Yaxshi, men 1000 ta turadi bolalar. Keyin 2000 ta, yaxshi. Gaz 10 tali bolalar, nima uchar ekan. 8100 olib chiqib ketsa bo'ldi. Mayli. O'zini qoplab berdi zatto bolalar. Tak. Voy, endi slash kimdir bordi, ishoninglar. Yetdimi bolalar? Gaz yana 5 tali ochib qo'yamiz, nima uchar ekan. Tak. 1000, voy. Janochi vahima bo'lmadi bolalar. 3000 ta, yaxshi, 3000 ta. Tak. 10 tali gaz bolalar, taktika qildik, nima uchar ekan hozir bizga. Tak, birinchisiga yaxshi. Yaxshi bolalar. Tez ochish bosmaymiz bolalar hozircha. Tak, men 1000 ta turadi boshi ham. Yaxshi, 4000 ta yana yaxshi beryapti, 6000 ta biz foydalanamiz. Agar bitta minus berishim bilan bolalar so'ramiz bu yerda. Yaxshi, men bosh 1000 ta, kiyimam 1000 ta, yaxshi. 5000 ta. Voy bolalar, ko'rishingiz mumkin. Bittali ochamiz, keyin 100 ni chiqaza olamiz bolalar. To'xtasa bo'lardi. Nechta bu? Tak, nechta? Ключ, alo, voy 88 ta.
Hammaliga xayr bo'ldi. Sizlar bilan Freezy pabgim bo'ldi. 8100 olib ketdik bu rubdan. Bu videoga 49 ta karali qo'yiladi, to'g'rimi bolalar? Yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, men o'sha promo kodni qo'yganman. Sirazi o'chib, xullas 1 sekundmi anaqa bo'ladi. Yozuv, ya'ni o'sha tez o'chib anaqa bo'lib qoladi. Xullas, o'zingizlar uchun oldinglar bolalar. Bittalik yana bitta ochamiz. Nima tushayotgan? Uy, to'xta. Uy, nechta bu? Voy, yaxshi. Voy, nechisi o'rdi? Bolalar hammaliga xayr, 10,000 pul qo'y, 2 barobar ko'p qo'yardi. Hammaliga xayr bolalar, sizlar bilan Freezy pabgim bo'ldi. Karali keysdan tekinga ochishingiz mumkin bemalol. Videoni qaysidir joyda chiqqan, yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar.